ham ekologiyani, ham yuragingizni sog'lom saqlashni, ham yo'llardagi tirbandliklarni kamaytirishning eng yaxshi yo'li bu shaxsiy avtomobillardan kamroq foydalanib, jamoat transportida ko'proq yurib, velosipedda uchishdir. Lekin afsus, bu narsani bizda deyarli iloji yo'q. Chunki avtobuslar uchun ajratilgan A polosalar ishlamas ekan, velosipedlar uchun piyodalar yo'lagida emas, rivojlangan davlatlarga o'xshagan yo'l chetida alohida yo'laklar ajratilmas ekan, biz borib qoloq ayrim Osiyo va Afrika davlatlariga o'xshab umrimizni yarmi tirbandliklarda yo'llarda o'tib ketaveradi. Tasavvur qilaylik, oddiy misol qilib 800 ta odam o'zini kimdir shaxsiy avtomobilda, kimdir taksida tirbandlik hosil qilib asablari buzilib turishibdi. Agar shu odamlar 10 ta avtobusda A polosida tez-tez ishiga yoki uyiga yetib borganida, bu bilan ham ekologiyaga, ham sog'lig'iga, ham cho'ntagiga foyda olib kelgan bo'lardi.